أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugünkü dersimiz tasgir, yani isimlarni kichiklatish haqidagi darslik. Endi tasgir odatda bu shu yasalma ismlar turidan bir turga kiradi. Biz oldimizda darslarda yasalma ism, ismul mushtaq 11 turlik. Şunun içinde 8'i pilden yasalsa, 3'ü isimden yasaldı. Şu 3 türünün birisi olsa ismi tasgir degen. Endi tasgirden bo'lgan bir maqsadlar bo'ladi. İsimni kichiklatishdan bo'lgan maqsadlardan bir maqsad tahqir, yiqirlik. Mesela bir kichiklatishdan bo'lgan maqsad kamsitish maqsad qilinadi. Mesela rajulun rujayl, kichikgina er degandek, aytib qo'ruq er degan ma'noda bo'ladi. Yoki taqlil fil adad, bir narsaning sonini kichikiltish, masalan durayhimat desak, nechtanga vurayqat, necha varaq bir narsa degandek, aytib varaq sondagi kichiklikni bildirsa, ba'zisi jismdagi kichiklikni bildiradi. Shundaqla o'zining jismini aytib kichik degan ma'noda va shundaqla mush kichikiltishdan bo'lgan maqsad taqribuz zaman avul makan bo'ladi. Masalan, qabla degan ilgari bo'lsa, qurayb biraz ilgari, azroq ilgari. Nayta biraz ilgari degan ma'noda bo'ladi. Yoki quraybul makan bir masalan povayq desa, azroq ustida degandek mundaq ma'noda chiqadi. Yoki at-tahabbub va izharul wud. Yani shu yaxshi ko'rish va ne oshkorlash maqsad qilindi. Masalan, ibnun bunay, ay quzam deganga o'xshash. Ay umqam degandek shunda qalaqa bir yaxshi ko'rganlikni oshkorlash maqsad qilinib ismlar kichikildi. Demak, kichikiltishdan bo'lgan g'arazda har xil bo'ladi. Musannif rahimahulloh shu kichikiltish, ismni kichikiltish haqida munu iborat bilan o'zininki so'zini boshlagan. Musannif rahimahulloh deydiki, fu'ailan ij'alil sulasiya iza saghartahu nahwa qudan fi qada. Fu'ail ne üç harflik ismning vazni qiling. Agar siz şu üç harflik ismni kichiklatsangiz, üç harflik ismni kichiklatganda fu'ailni üç harflik ismning vazni formulasi qiling. Masalan, qudan deganga o'xshash qazoning kichikiltirilmasida. Qudan qazoning kichiklisi qudayun, fu'ailun, qudayun, rajul, rujaylun deganga o'xshash. Masalan, qalbun, qulaybun deganga o'xshash. Yine avval qarib zamma, undan keyin fatha, undan keyin ya keladi, qulaybun, fu'ail vaznida. Fu'ailun ma'a fu'ailin lima paga ka ja'li dirhamin durayhima. Fu'ail bilan birga qo'shib 3 harfdan yuqorqi ismlarni bo'ladi. 4 harf ve 5 harf ismlarni fu'ail ve fu'ail vazni bilan chiqiramiz. Dirhamni durayhim qilgan o'xshash. Dirhamning tasg'irisi 4 harfga bo'lg'achqa dirham degan ism durayhim deb tasg'ir qilinadi. Ama 5 harflikcho desa 5 harflik fu'ail vazni bilan bo'ladi. Mesela usbur, usayfir, mibta, mupayti deganga o'xshash bunday holatda bo'ladi. Mana bu 3 vazni fu'ail, fu'ailun, fu'ailundan iborat 3 vazni bilan ismlar kichikiltiriladi. Umumiy vazni mana bu 3 dan iborat. Wa ma bihi li muntahal jam'i wusil bihi ila amsilat at-tasghir sil. Jam'i limuntahal jam'idin sig'muntahal jumu'. Jamiliki voyiga yetgan shu sig'muntahal jumu'
inin cumuqa inin bilen yitilgen narsa bilen tasg'irining misollariga yeting deydi. Demak, siyg'i muntahal jumu'ning vaznlari ikki harfdan keyin jamot taksirining ilib kelish, uning 3-harfi jamot taksirining ilib bo'lash, uning ikki harf kelish yoki 3 harf kelib o'tirib sukun bo'lashdi. Endi mushu jamot taksiriga yetgan mushu yo'l, mushu nimada tasg'irisimi shuning bilan shu tasg'irisimi shu jamot taksirining yo'li bilan yetamiz. Masalan, 5 harflik ism bo'lsa safarjilga o'xshash, uningda lamni tashlab o'tdik. Safarjilni siyg'i muntahal juma qilsak, safarij qildik. Endi buni tasg'ir qilsakmi, sopayrij deb unda qilsak bo'ladi yoki sopayrij qilsak bo'ladi. Ikki yo'l durust. Shunga safarjil sopayrij qilganga o'xshash. Shu siyg'i muntahal jumu'da oxirdagi lam tashlangan edi, tasg'irisimi shu tashlanadi demakchi. Mesela munkasirni siyg'i muntahal jumu vazniga chiqargan vaqtimizda makasir qildik. Makasir. Buningda nima tashlanibdi? Nun tashlanibdi. Makasir butdi. Endi hayzabunni siyg'i muntahal jumu qilgan chog'da hazabiyun hazabin mushu bin qilgan, hazabino deb hazabin qilgan. Endi mushuni siyg'i muntahal jumu'ning vazni mana mushu. Demak, munkasirda nun tashlangan, hayzabunda nima tashlangan, ya tashlangan, hayzabundiki yog'i o'tkazilgan edi. Mushuni tasg'ir qilgan vaqtimizda mushu tashlangan harflar yana tashlanadi. Masalan, munkasirni tasg'ir qilsak, mukaysirun, mukaysir. Asl munkasir endi hozircha mukaysir. Hayzda buni chu huzaybiyun, asa hazabindi huzaybiyun deb bunda tasg'ir qilamiz demakchi. Ve caizun ta'vidu ya qabla taraf in kana ba'dul ismi fihi men hazab. Ahirinin aldın qarib, ahir qaribning oldidagi yani almashtirish, uni masalan ivaz ilish, ya'ni ivaz ilish joiz agar ismning ba'zi u ikkida tashlangan bo'lsa. In kana ba'dul ismi fihi man hazab dedi. Endi ismning ba'zidan maqsad al-murad al-huruf, ya'ni ismning ba'zi harflari. In kana harfi ba'zil ism, ismning nima? In kana ba'du huruful ism, ismning harflarining ba'zi fihi man hazab. U ikkisi tashlansa, jamit taksirda tashlangan bo'lsa yoki shu tasg'ir tashlangan bo'lsa, shu tashlangan harfning o'rniga oxir qaribning oldin qaribga bir ya'ni ivaz ilish durust. Masalan, safarjilni siyg'i muntahal juma qilgan vaqtimizda safarij bo'ldi. Tasg'ir qilganda sopayrij bo'ldi. Endi bu yerda tashlangan lam, tashlangan lamning o'rniga oxir qaribning oldida bo'lgan razir ashyaga bir ya'ni ivaz olsak bo'ldiki, sopayrij. Endi siyg'i muntahal jumasicha safarij deb bundaq qilib nima qilsak bo'ladi? Tasg'ir qilsak bo'ladi. Masalan, munkasir. Endi munkasir bo'lgandan keyin tashlangan harf, munkasirda tashlangan harf nunde. Endi bu siyg'i muntahal jumada mukaysir qilsak bitdi. Tashlangan nundan bir ya'ni ivazilish joiz bo'lg'achqa munkasirmi durust, munkasirmi durust, munkasirun mi durust bo'ladi demakchi biz bu yerda. Ve haidu anil qiyas kullu ma khalafa fil babayni hukmen rusuma. Qiyas mushu ikki babda qaysi ikki bab o? Babu tasghir ve babu muntahal jumu. Mushu ikki babda siyg'i muntahal jumu babida ve shundaqlat bab tasghir babida ismni kichikiltish babida resmi hükümge muhalif, yani resmi bo'lgan hükümlerge
yani kulli bo'lgan qoidalarga hukman rusima degan gap kulli qoida maqsad qilinadi. Rasmiy bo'lgan hukmga, ya'ni kulli qoidalarga muxolif kelgan har qanday narsaning qoidadan muxolif kelgan har qanday narsa qiyosdan chiqib ketguchi bo'ladi. Asli qoidadan chiqib ketgan bo'ladi. Rasmiy hukmga zid kelgan narsani biz buni muxolifatul qiyos deymiz. Qoidadan chiqib ketgan bu qisman ahvol deb qaraymiz. Masalan bu misolga olsak, batil asli batilun degan so'z sig'muntal jumu bo'yicha jami qilindi. Bavatil bo'lishi kerak. Bavatil. Ammo bu nimaga tasg'ir qilingan, jami qilingan, abatilga jami qilingan. Endi mag'rib degan so'z tasg'ir qilinganda asli mug'ayrib deb tasg'ir qilinishi, mug'ayrib. Ammo bu tasg'irni mug'ayriban deb tasg'ir qilingan. Mana shuning demak, endi mag'ribning kulli qoida bo'lgan tasg'irisi mug'ayrib. Ammo kulli qoidaga muxolif kelgan holda mug'ayriban. Endi batilning kulli bo'lgan jamisi nima bo'lish kerak? Asli bavatil bo'lish kerak, lekin undan halqib hozir abatil bo'lib keladi. Shunga bu yerda g'aidun degan ma'nosi xarijun degan bo'ladi. Shunga mushishki babda rasmiy hukmga degan gap kulli qoidaga muxolif kelgan har qanday narsa shu babning qoidasidan chiqib ketgan hisoblanadi. Litilliyat tasghir min qabl alam ta'nisin aw maddatihi al-fathun hatam. Tasghirning yasının yandaşqani şu muannesning alametidan ilgiri, ayollikning alametidan ilgiri, ayollikning maddi, ayollikning suzalgan ilipidan ilgiri tasghirning yası yandaşqani pata o'qilish vacib bo'ldi deydi. Hamda masalan bu yerda min qabl alam ta'nisiga alam ma'nahu alamat ma'nosida. Muannasning alametidan ilgiri deganimiz masalan naxlatun desak muannasning alamati. Naxlatun de ta. Hamda va maddihi degan gap shu nimani ko'rsatadi desak alamatu alif ta'nis al-maqsura, alif ta'nis al-mamduda, salma deganga o'xshash, apra deganga o'xshash mushi iliflar demakchi. Bu muannasning alamati. Endi mushu muannasning alamati deymiz, tasghirning yasiga yandaşqani, tasghirning yasidan kin kelgan harf. Ammo u harfdan kindan ba muannasning alamati bor. Masalan naxlatun desak, naxlatunda muannasning alamati ta uning oldida lam bor. Buni kichiklatsak nima bo'ladi? Nuxaylatun bu, nuxaylatun. Asli tasghirning yasidan kin kelgan ism zir qilibdi. Masalan rajulun rujaylun va durayhimun, dirhamunni to'taralik bo'lgandan keyin dirhamunni durayhimun deb bunda tushunitdik. Durayhim deganga o'xshash. Endi lekin bu yerda tasghirning yadidan kin kelgan ism zir o'qilibdi, ammo muannasning alomati kelgan ismlarda, muannasning ta'si, muannasning alifi kelgan ismlarda o cho'qim tasghirning yasidan kin kelgan ism zir o'qilish vojib demakchi. Shunga muannasning tasghirning yasiga yondashgan muannasning alomatining oldida kelgan harfning fatha o'qilish vojib. Mana muannasning alomatining oldida kelgan naxlatundagi lam tasghirning yasidan kin kelib zibar qildiki nuxaylitun demaymiz, nuxaylatun. Salmani Sulayma, Aprani Ufayra deb bunda tasghir qilamiz demakchi. Chunki kalabning asli mushu muannasning alomatining oldida tushgan tasghirning yasiga yondashib kelgan harfning fatha qilishi vojib demakchi. Kazaka ma madda af'alin sabaq aw madd sakrana va ma bihil tahaq. Shundaqla af'alning maddiga ilgiri bo'lgan narsa. Endi
Ef'al desek, ef'alning maddi, ef'alun desek, ahmal deganga o'xshash, ef'al desek, mad, oxirgi qarab alni qarab, mad uni oldiki ayn shu ham demoqchi. Shunga ef'alning maddiga ilgiri bo'lgan narsa yoki sakronning maddiga ilgiri bo'lgan narsa yoki shu sakronga mulhaq bo'lgan, sakronga o'xshab ketgan ismlarning maddiga maddiga degan gap hamda so'zlatgan ilipiga ilgiri bo'lgan harf ashuning o'xshash pata qiladi demoqchi. Masalan, bu yerda af'alning maddi desak af'al. Abtal dedik. Abtalun desak, abtalda af'alning maddiga ilgiri bo'lgan narsa abtal desak ilib başada, aşı ilibning oldiga ilgiri bo'lgan aynva shu harf pata qildi tasg'ir qilinganda abtal ni tasg'ir qilsak, qanday tasg'ir qilinadi hamda abtal tasg'ir qilinsa ubaytal. Asi tasg'irning yasin kirgan ism zir o'qiladi, unda o'qimaydi. Ubaytilun kilish kerak, unda emas ubaytal deganga o'xshash. Misalning-chu umaysal deganga o'xshash. Endi sakronning elipligimiz, masalan, sakronni tasg'ir qilsak sukayron deganga o'xshash. Aytishanni o'tayshan, Parhanni Purayhan deb tasg'ir qilinsa bo'ladi. Ammo bir shart uning jamisi fa'alin jami qilinmasligi kerak. Masalan, sultanning jamisi Salatin bo'ladi. Osmanning jamisi Asamin jami qilinadi. Bu undaq qilinmaydi. Bu oxirgi buning da jami qilganda bu alayda ahvol bo'lgan fa'alinga jami qilingancha buning jamisi, buning tasg'irisi Sulaytin. Osmanning jami sultanning tasg'irisi Sulaytin, Osmanning tasg'irisi Usaymin deb tasg'ir qilinadi. Wa alifut ta'nis haysu mudda wa ta'uhu munfasilayn udda. Kazal mazidu akhiran lin nasabi wa ajuzul mudafi vel murakkabi. Hakaza ziyadata fa'lana min ba'da arba'in kaza'farana. Hazır musannif deydi ki alifut ta'nis ayallıqning alifi. Alifut ta'nisdan maqsad nima? Alifut ta'nis al-maqsura, alifut ta'nis al-mamduda bo'ladi. Muannasning ilifi haysu mudda qandaq bir joyda u alif ta'nis mamduda bo'lsa, endi buning bilan alif ta'nis maqsura maqsad emas, alif ta'nis mamduda bo'lgan bo'ldi. Endi muannasning har qandaq bir joydagi suzulab kelgan ilifi, muannasning tasi bu ikkisi munfasilayni ayrılgıcı hisoblandi. Ayrılıp ketguchi hisoblandi degan gap, bir ismni tasg'ir qilganda uning oxirida alifi mamduda ekan yoki ta'u ta'nis bor ekan, bu ismni tasg'ir qilganda buni nazardan saqit qilib turib tasg'ir qilamiz demakchi. Chunki ayrılgıcı hisoblandi degan gap uni nazardan saqit qilib ko'nglimiz yo'q holatda tasg'ir qilamiz demakchi. Masalan, biz al-qibiyada muannasning ta'si desak, alif desak hamra. Hamrani tasg'ir qilganda Humayra deb tasg'ir qilamiz. Nimishqa hamrani unda qilamiz deganda, chunki biz bu yerda alif mamdudni yo'q deb qarasak hamrun bo'ladi. Hamrunni tasg'ir qilsak Humayrun bo'ladi. Ilibdan kelsak Humayra bo'ladi. Endi muannasning ta'sida masalan mirvahatun. Mirvahatunni ta bo'lsa hozir esa ta bo'lsa qanday qilinish kerakdi? Ta bo'lsa mirvahatunni biz muannasning ta'sini ba deb qarasak o'chadi bosh shulab qoladi. Hozir mirvahatunni ta'ni yo'q deb qarasak mirvahun bo'ladi, mirvahun. Buni tasg'ir qilsak murayvahatun bo'ladi. Murayvahatun deb mana tasg'ir qilamiz demakchi. Murayvahatun. Kazal mazidu akhiran lin nasab. Aşının o'xshash yine yo'q hisoblanadi. Nisbat uchun ismning oxiri bo'lib ziyoda bo'lgan ya deydi. Al-mazid akhiran lin nasab. Al-ya'ul mazid akhiran lin nasab. Ism uchun nisbat uchun ismning oxiriga qo'shilgan ziyoda bo'lgan ya'ni nazardan saqit qilib turib tasg'ir qilamiz. Masalan, mashriq degan ismni tasg'ir qilsak, mashriqni
Muşeyrik deb tasg'ir qilamiz. Muşeyrik. Endi hozir buni muşeyrik deb tasg'ir qilamiz mashriqni. Lekin mashriqiyun, mashriq degan mashriqiyun, mashriqliq debdimiz. Buni tasg'ir qilganda tasni nisbatning yosini nazardan saqit qilib turib, ko'nglimizda yo'q deb tushunib turib, andin mushayriq qilib nisbatni yosini qo'ysak, mushayriqiyun bo'lib degan bunda tasg'ir qilinadi. Demak, nisbatning yosini yo'q degan holatda bunda tasg'ir qilamiz deydi. Va ajuzul muzaf val murakkab va muzaf bo'lgan ismning va murakkabi imtizoji bo'lgan ismning oxirgi juz'isimi yo'qning hukmida bo'lishi kerak tasg'ir qilganda. Masalan, Abdullohni tasg'ir qilsak qanday qilamiz? Abdullohni tasg'ir qilganda Abduni tasg'ir qilamizda, lekin Abdullohdagi Alloh lafzini nazardan saqit qilib turib, Abduni Ubaydga tasg'ir qilib, endi muzofilina kelsak, Ubaydulloh bo'ladi. Endi murakkabi imtizoji-chu, uningga o'xshash. Masalan, ba'la bakka, ba'la bakku desak, endi buni nazardan bakkini nazardan ba'la bakkada bakkini nazardan saqit qilsak, ba'lini buaylu bakka bo'ladi. Yoki hazr maut desak, hazr mautki mautni nazardan saqit qilib turib, hazra degan so'zni biz ma'ni yaqin tasg'ir qilsak, Uzayra maut deb bunday tasg'ir qilinadi demakchi. Va hakaza ziyadata fa'lana min ba'da 40 kaza'frana. Shundaqla 4 harf, 4-chi harfdan 4 harfdan keyinki fa'lanning 2 dona ziyoda harfinimi shuningga o'xshash bo'lsin degan gap, uni nazardan saqit qilinsin. Masalan, za'faran o'xshash. Za'faran desak, buningda bu fa'lanning 2 dona ziyoda harfi bor. Bu fa'lanning 2 dona ziyoda harfi 4 harfdan keyin kelgan. Masalan, za'faran desak, za'in farra. Ma 4 harfdan keyin za'faran deb kelib va nun zoidatan kelgan. Endi biz mushuni tasg'ir qilgan vaqtimizda, za'faranni tasg'ir qilgan vaqtimizda elif bilan nunni nazardan saqit qilib turib, za'far degan so'zni tasg'ir qilib turib, andin nima? Unda o'z nima qiladi? Zuayfiran deb mundaq tasg'ir qilinadi demakchi. وقدر انفصال ما دل على تسنية أو جمع تسيه جلا. Siz shundaqla tasniga dalolat qilgan narsani, ya'ni ismning ishkilik ekanligini bildirgan narsani, bildirgunchini va jam'i tasiga rushan dalolat qilgan narsaning nima ajrug'uchi, uni yo'q deb turib, bundaq taqdir qilib, yo'q deb mo'lcharlab, qadri yo'q deb nazarga olib turib, yo'q deb mo'lcharlab, uningdan keyin bu ismni tasg'ir qilsangiz bo'ladi. Masalan, tasniga dalolat qilguvchi dedik. Tasniga dalolat qilgan ismni muslimani degan so'zni tasg'ir qilgan vaqtimizda, buni tasniga dalolat qilguvchi elif va nun. Ilvasak muslim qaldimi tasg'ir qilganda musaylim deb musayliman deb tasg'ir qilsak bo'ladi. Endi jami muzakkar salimga tasg'ir qilgani shunga o'xshash, muslimun ya'ni musaylimun deb vo'lan nunni nazardan saqit qilib turib tasg'ir qilib an qo'shiladi. Endi jami muannas salim shundaq muhsinat desak, muhsinatni ilib bilan ta'nilvasak, muhsinun muhaysinat deb mundaq tasg'ir qilsak bo'ladi demakchi. Va alifut ta'nisi zul qasr mata zada ala arba'atin lan yasbuta. Muannasning ilipi qachoniki qasr egisi bo'lgan alifut ta'nis zul qasri deb bor. Alifut ta'nis zul qasri degan gap, alifut ta'nis qismani, alifut ta'nis zul mamdud, alifut ta'nis zul qasri. Yine alifut ta'nis al maqsura, alifut ta'nis al mamduda degandek. Yine ayollikning qisqa o'qilg'uchi alifi qachoniki 4 harfga ziyoda bo'lsa, 4-chi harfdan ziyoda kelgan bo'lsa, 4-chi harf bo'lib kelmay 5, 6-chi harf bo'lib kelsa, la yasbuta. Bu isbotlan, hargiz isbotlanmaydi degani, ya'ni u yo'qning hukmida ulab turib tasg'ir qilinadi.
Mesela suğra desek, bunu suğrada alifi maksura var. Lekin bu 4. harf boğaçka tasgir kılınğanda 4 harflik isimni tasgir kılgan hükümni tasgir kılınız ki suğayra dep tasgir kılınız. Ama alifi maksura var. O 4. harf emas 5. harf yoki 6. harf bulab qolgan bo'lsa, u chaqda uni yo'qni hukmiga tushiramiz. Masalan, qarqara deganga o'xshash. Endi qarqara desak, qarqarada oxirida alifi maksura bor. Ama bu qarqaradagi alifi maksura bu yo'qni hukmiga chiqib, quray qira deb manda nazarda tasgir qilib hargiz isbotlanmaydi degani tasgir qilganda buni akaman demakchi qurayqiru deganga o'xshash. Ol tariflik chu al-lazzay al-laghayza deganga o'xshash. Laghayza yoki lughayza. Laghayza desak bu tafsir qilsak lugayzizu deb mana tasgir qilinadi. Uni ol tariflik ism. Wa 'inda tasghir hubara khuyra bayna al-hubayra padril hubayir. Hubarani tasgir qilganda ixtiyor qiling hubayra bilan hubayirning o'ttirisida. Endi hubara degan bu odatda bir qushning ismi bo'lib, muzakkar muannasga, birlik, ikkilik, ko'plikka o'rtaq ishlatiladigan bir lafz hubara degan. Endi buni tasgir qilganda hubayra deb tasgir qilsak ham bo'ladi. Hubayir deb tasgir qilsak ham bo'ladi. Ya'ni bundaq demoqchi bo'lganimiz hubarada oxirida bu jamut taksirining ilifi buncha 3. harf ilib bo'lgan, oxirgi harfi ilifi mahsura bo'lgan. Endi hubayra deganni tutqi qilsangiz bunday gap, o 3. harf bo'lgan ilibni tashib o'tib, tashvasini 4 harfning hukmiga tushdi. 4 harf bo'lgan bo'lsa, ilifi mahsura 4. harf bo'lgan bo'lsa, isbotlanadi. Unda bo'lsa hubayra deb sug'ayraga o'xshash qiling demakchi. Yoki uni tashlamay, oxiridagi buni sanab hubayra 5 harflik ism ekan, 5 harflik ism bo'lg'achqa oxiridagi ilifi mahsura isbotlanmaydi desak, hubayir bo'ladi. Hubayir bo'lishi esa hubarade. Endi hubayir bo'lishi hubaradagi alif yog'i yo'tkilib, ya tasghirining yasi bilan idg'am qilinadi. Hubayyiru deb bunda tasghir qilsangiz bo'ladi demakchi. Vardut li aslin saniyan laynan qulib faqimatan sayr quwaymatan tusib. Vardut li aslin saniyan laynan qulib. Aslim yo'tkalgan bir harfdan yeni başka bir holatga yo'tkalgan leyn bo'lgan harflinni biz bektim tushundik. Ya bo'lib oldi zir bo'lsa, vo bo'lib oldi pesh bo'lsa, alif bo'lib oldi zir bo'lsa harflin bo'ladi. Başka bir aslida boshqa harfdan yeni bilak bir harfki leyn bo'lib yo'tkalgan leyn bo'lgan ikkinchi harfni asliga qaytirun. Asliga qaytirun nima? İkinci harfni. O ikinci harf qanday harf? Harfi lin bo'lib, u boshqa bir harfdan yo'tkalgan. Masalan, babun desak, babun mana babundagi alif harfi lin. Bu asli vodun yo'tkalgan. Babun avvab deymiz, vodun yo'tkalgan. Shundaqli bu harfi lin. Hem bu babundagi alif ikinci harf. Buni tasg'ir qilganda asliga qaytirsangiz, vo bo'ladi, bavabun bu tasg'ir qilsangiz buvaybun deb tasg'ir qiling. Masalan, qiymatunni siz sayir o'zgarting, quvaymatanga o'zgarting, to'g'ri qilgan bo'lasiz deydi. Masalan, qiymatunning aslisi qivmatunde. Qivmatun bo'lib, bu vo yog' yo'tkalgan oldidagi kasriga munosib kelsin uchun shundan qiymatun bo'lgan, ya bu yerda bo'lsa, ikkinchi harfi lin bo'lib, vodun yo'tkalgan. Tasg'ir qilgan chaqda bu ya asliga kelsinki, quvaymah deb tasg'ir qilinsin demakchi. Wa shazza fi 'idin uyayd wa hutim lil jam'i man minza mali tasghiri ulim. Shazza fi 'idin uyaydun wa hutim
وَلِلْجَمْءِ مِنْ ذَا مَا لِتَسْغِيرٍ عُلِمٍ Eydinning uyeyd deb tasg'ir qilinishi az bo'ldi. Asli bayamga qoida bo'yicha eydun uveydun deb tasg'ir qilinishi kerak. Chunki eydundagi ya asli vodun yotkalgan harfning ikkinchi harfi. Chunki asli bu nimadan yotkalgan? Nadan chiqqan so'zda ada yaudu degan so'zdan chiqqan. Ada yaudu deganligi asli bu ayning barobarida kelib vo ekanligiga dalolat qildi. Endi bu tasg'ir qilingan aydin asli qoida uveyd bo'lsa o'tdi. Uveyd deb tasg'ir qilmay eyd degan so'z uyeyd deb tasg'ir qilindi, lekin bu qalil, az uchraydigan ahvol, shaz. Ashaz yuhfaz va la yuqas. Kasi shundaq muomala qilinadi, shazkan deymiz, az uchraydigan ahvol deymiz. Ya'ni kulli qoidaning alqib kelgan shakli alayda ahvol deb qaraladi. Va hutima lil jam'i min za ma li tasghirin ulim. Va mushuningdan tasg'ir uchun bilingan narsalar jami uchun kaskin qilindi. Demak, mushu ismlar jami qilingandimi? Xuddi tasg'ir qilinganda qalbi qilingan bir harf boshqa bir harfdan yana bir boshqa harfga yo'tkalgan shu vodin yog'i yo'tkalgan, vodin alifga yo'tkalgan mush harflar xuddi tasg'ir qilinganda asliga qaytganga o'xshash. Jami qilingandimi yo'tkalgan harf mufradida qalbi qilingan yo'tkalgan harf asli qaytadi demakchi. Va hutima lil jam'i min za mushu qalbi yo'tkilishdan tasg'ir uchun bilingan narsa jamiga sifatlanadi. Tasg'ir qilinganda asliga qaytdi. Masalan, qiymatindagi o ya asliga qaytib qo'yma deb tasg'ir qilingan o'xshash jami qilingandimi shundaq bo'lsin demakchi. Masalan, shayxunni endi jami uchun mushu tasg'ir kalimalarning shu asliga qaytirishda jami qilgan asliga qaytirishda tasg'ir uchun vojib bo'lgan qoida jamiga vojib bo'ldi. Shuning uchun deymiz shayxunni jami qilganda ashyahun deymiz. Tasg'ir qilganda shuyayxun deb tasg'ir qilamiz. Masalan, vodimi babuni tasg'ir qilganda jami qilganda asli babundagi alif nimadan yo'tkalgan vodun yo'tkalgachga hozir jami qilganda abvabun deymiz. Shunga o'xshash. Wal alif thanil mazid yuj'alu wawan kaza min al asl fihi yujhalu. Ziyoda qilingan ikkinchi harf bo'lgan ilib va'ga yo'tkiladi. Ismlarda tasg'ir qilinganda asli bir harfni bir ismning ikkinchi harfi va u ikkinchi harf alif bo'lib, u asli vodun yo'tkalgan. Shu mushu endi tasg'ir qilinganda vo'ga yo'tkiladi. Shunga ismning ziyoda harfi bo'lgan, zaid bo'lgan, ismning asli harfi bo'lmagan ikkinchi harf bo'lgan alif tasg'ir qilinganda vo'ga yo'tkiladi. Shundaqla asli bilinmaganlarmi bunday bo'ladi. Uning asli vo'kan bu vo, masalan babundagi ikkinchi alif, ikkinchi harf bu endi zaid bo'lmasimi, lekin asli vo'di. Endi ba'zi harflar ikkinchi harf bo'lib asli nima ekanligini qiladi. Masalan, talib desak, talibda alif ikkinchi harf. Bu talibdagi alif harfi zaid. Harfi zaid degan nima demakchi desangiz, bu kalimaning asli harfi emas demakchi. Chunki talibdagi alif asli harfi emas. Uning asli harfi talaba. Talabadan chiqqan so'z, anda o talibdagi alif ikkinchi harf bo'lib, bu zaid deyishimiz talibdagi alif ikkinchi harf, hem alif hem ikkinchi harf. Ama zaid kalimaning asli harfi emas. Mushunda bular tasg'ir qilinganda vo'ga yo'tkiladi. Mana bu ikkinchi harf bo'lgan ziyoda alifning nima ekanligi bilingani va amasi ba'zilarning uchun bilinmaydi. Masalan, aj deganga o'xshash. Ajun desak, ajunning ikkinchi harfi alif. Bu nima ekanligi bilinmaydi. Kaza mal aslu fihi yujhal degan u ilifning aslining nima ekanligi bilinmaganlarmi vo'ga yo'tkiladi, bilinganlarmi vo'ga yo'tkiladi deymiz. Masalan, talibni tasg'ir qilgan chaqdimizda nima deb tuvaylib deb tasg'ir qilamiz. Ajunni tasg'ir qilganimizda uvayjun deb tasg'ir qilamiz demakchi.
Ve kemmilil menkusu fit tasghir ma lem yehvi gayret ta'i salisen kema. Siz isimlarni muşunda menkus bo'lgan isimni tasghir qilganda tuluqlang. Bu menkus el ismul menkusdan bir yerda oxirdagi harf yavug'ini demakchi emas, oxirdan bir harf tashlangan demakchi. Mesela yedun ismi menkus deyishimiz bu yerda qozimga o'xshash bo'lgan ism menkus emas, oxirgi bir harfi tashlangan demakchi. Bu yerda menkus degan gap oxirdan ma'lum bir harfi qisqartilgan shundoq ismlarni tasghir qilganda tuluqlang. Tashlangan harfni asli keltiring. Mesela yedunni de bir vo tashlangan. Buni tasghir qilganda tasghir qilsak asli yadavun bo'lgandan keyin yadavun yudayvun bo'lish kerakdi. Yudayvun. Vo bilan ya bir kalima juqlashdi. Vo bilan ya bir kalima juqlashsa, voni yog'i yo'tkimiz deb voni yog'i yo'tkidik. Yudayun bo'ladi. Endi axun desak, asli axavun uxayyun bo'ladi. Asli damun desak, vo tashlangan asli damavun. Oxirdan bir harf tashlangan, buni menqus. Tasghir qilsak damavunni dumayvun bo'ladi. Vo bilan ya bir kalima juqlashdi. Vo bilan ya bir kalimada juqlashsa, voni yog'i yo'tkaymiz. Voni yog'i yo'tkab idg'am qilsak, dumayyun deganga o'xshash shunday keladi. Shu menqus ismlarni tasghir qilganda tuluqlang madamiki u mushu ta'ning g'ayrini 3-harf bo'lib o'z ichiga olgan bo'lsa deydi. Ma'ga o'xshash. Ma'lam yahvi g'ayratda salisen dedi. Mesela kalam bunun asli uningdan bir harf tashlangan. Iningdan tashlangan harfni asli qaytirish bilan qanday tuluqlaymiz desa, tashlangan harfni asliga qaytirish akilish bilan tuluqlaymiz. Madamiki u tashlangan 3-harf bo'lmasa. Agar u lekin 3-harf tavlab qolsa bo'laveradi. U tashlangani 3-harf bo'lib qolmasin, ama tashlangani mana shu muannasni ta'sirlab qolsa bo'laveradi. Uningda tavlab qolgan bo'lsa mayli. Shu muannasning ta'sidan boshqa u 3-chi bir harfni o'z ichiga olmagan bo'lsa, ya'ni u ism muannasning ta'sidan boshqa 2 harflik bo'lsa asli qaytiramiz. Ama muannasning ta'sidan boshqa u ism 3 harflik bo'lsa, uni asliga qaytirib ekanmisak bo'ldi. Masalan, yadun desak 2 harf. Abun desak 2 harf, axun desak 2 harf, damun desak 2 harf. Ama idatun desak-chi, idatun 3 harf. Lekin buningda tashlangan harfni asli qaytiramiz. O tashlangan harf ya oxirdan tashlangan, ya 5dan tashlangan bo'ladi. Idatun sanatun deganga o'xshaydi. Endi idatun 3 harf. Lekin bu muannasning ta'sini chiqarib atgan vaqtimizda 2 harf bo'lib qoldi. Sanatun 3 harf. Lekin buningda asli sanatunni tasghir qilaversak bo'tdi. Lekin muannasning ta'sini chiqarib atgan vaqtimizda 2 harf qoldi. Shu tashlangan harfni asli qaytirishimiz kerak. Idatunning voni tashlan, va'adadan va'dundan chiqqan so'z va'aidatun bo'ladi. Chunki miyada nimada ma'lam yahvi g'ayratta'i salisen dedi. Shu ism muannasning ta'sidan boshqa 3-chi bir harfni o'z ichiga olib qolmasin. Muannasning ta'sidan boshqa 3 harflik bo'lib qolmasin. Muannasning ta'sidan boshqa 3 harflik bo'lib qolsa, u chaqda u tashlangan harfni kamil qilib turib, tashlanganni qaytirib akamay turib tasghir qilsak bo'ladi demakchi. Masalan, idatun oydi. Sanatun degan olsak, masalan, sunayhatun, sunayha deb aytishadi, hani qaytirib akamiz. Nimaga o'xshash? Endi misolda kamma, ma o'xshash dedi. Mana ma degan so'z bir odamga ism qilingan bo'lsa, masalan, bir odamning ismini ma deb qo'yilgan bo'lsa, ism qo'yilgan bo'lsa, yoki ma ma'lum bir narsaga ism qilingan bo'lsa, uni tasghirida muvayyun deymiz. Muvayyun. Ma'ni ma kalimasini ma'lum bir odamga ya ma'lum bir narsaga alam qilinsa, am bu tasghir qilinsa, uçada muvayyun deb tasghir qilinadi. Lavni tasghir qilsa luvayyun, lamni tasghir qilsa lumayyun deb tasghir qilinadi. Navada bu savol chiqdi. Tasghir degan asli ismi mu'rablarda bo'tdi. Tasghir biz degan tasghir faqat ism mu'rabdan topiladigan narsa. Ism mabnilar tasghir topilmaydi.
deymiz. Ammo bu yerda biz lam, lav, ma'ga o'xshash labzlarni biz bu yerda mabni bo'lgan bilan bu bir odamga ismi alam qilingan shaklama bor. Ismi alam qilingan chog'da bu chog'da tasg'ir qilsak bo'lardi. Tasg'ir qilsak muvayyun deb tasg'ir qilamiz. Oxirga asli voni muvayyun. Asli ma degan merg voni ma tasg'ir qilganda muvayyin bo'ldi. Berga voni adan paydo bo'ldi desangiz, ma'dagi mimni pash o'qigandan keyin alif pash degan o'zining tinkarib bilan vo bo'lishini munosabati vo, shu alifni voga yetkizdik. Asli muvayyun bo'l. Oxirida bir yat nima qilinadi? Ayat alaqa qo'shiladi. Yana bunda ulab qolsa, mushunaq ishkarib qilib qolsa, tushunishli qoida tasg'irning yasi takrorlanadi. Asli ma tasg'ir qilganda mu o'zgaradi. Ma muga. Chunki birinchi uchar ismni hukmida bo'lgandan keyin birinchi harf pash o'qiladi, alif vo o'tkalgandan keyin mu bo'lamdi. Endi tasg'irning yasi va uchinchi harf tasg'irning yasi o'ti. 3 harflik ism tasg'ir qilinsa jami harfi 4 bo'ladi. 3-harfi tasg'irning yasi bo'ladi. Bu tasg'irning yasini takrorlab birimiz muvayyun bo'ladi. Lam lumayyun bo'ladi. Law luwayyun bo'ladi. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعتيب يعني المعتفى. Endi bu beytni ko'rsangiz biz ismni odatda shu tarhimul munada, tarhimut tasg'ir deb ismni tarhim qisqartish bilan tasg'ir qiladigan ahvollar. Biz ayatning so'zligimiz ismni o'z ayni harflarni qisqartmay turib, tarhim qilmay turib, oxirdan ma'lum harflarni tashlab turib, tasg'ir qildik. Navbatda bizning o'rganmoqchi bo'lganimiz ismni ma'lum harflarni tarhim qilib tashib o'tib bo'lgandan keyin qisqartib bo'lgandan keyin ondan uni tasg'ir qilish. Masalan, Hamid degan so'zni tasg'ir qilsak, ondan yoki Mahmud degan so'zni tasg'ir qilsak, ondan Hamidni tarhim qilib, masalan, Humayd. Mahmud nima uchun? Humayd. Hamdanni uchun Humayd deb tasg'ir qilingan. Hamdanda il bilan nunni tashlagan. Mahmudda min bilan von tashlagan. Hamidda il bilan tashlab, mushundaq tarhim qilib turib tasg'ir qilgan. Shuni deydi. Mush tarhim bilan tasg'ir qiladigan ismlarning ma'lum harfini tashlab o'tish orqali tasg'ir qiladigan kishi asli bilan, ismning asli bilan foydalanadi. İsmning asli harfi bilan tasg'ir qiladi, keyin qo'shilganlarini tashlab o'tadi. Masalan, hublaga o'xshash. Hublaning asli nima? Ha, ba, lam. Hublada oxirgi alifi maqsur lit-ta'nis, ayollik uchun kelgan alif, mana bu zaid. Buni tashlab o'tib, hablun qilib, undan tasg'ir qilsak, hubaylun bo'ladi. Hubaylun. Endi bu hubaylun bo'lgandan keyin bu muzakkarga xosmi ya muzakkarga ishlatiladigan so'z muannasmi desa, oxirida bu tasg'ir qilingandan keyin ism mushtaq babiga kirdi. Ism mushtaq babiga kirgandan keyin bu muzakkarga xos bo'lmagan sifat bo'lsa, cho'qim muannas uchun muannasni tasniya qilib hubaylatun qilamiz. Shunga ismning aslidan kifoyalanadi. Utaypun deganga o'xshash maqsad qilamiz. Qiladi mi'tabni. Mi'tabni tasg'ir qilganda utayb deb tasg'ir qilamiz. Nima ishqan? Mi'tabga harfi zoid qolsa mim asli atapadan chiqqan. Endi buni tasg'ir qilsak utayfun deb tasg'ir qilinsa bo'ladi demakchi. Masalan, usfurni tasg'ir qilsak-chi, usfurni tasg'ir qilsak voni tashlab o'tamiz. Vo harfi zoid usayfir deb tasg'ir qilinadi. Usayfir. Shu usayfirdagi 3-harf ya tasg'irning yasi usfirga vo tashlandi. Qirtasda quraytis ilib tashlanadi. Shunga o'xshash. Vaqtim bitat ta'nisi ma sag'art min muannasin arin sulasi kasin. Siz muannas ismlardan
üç harflik muannasning alomatidan xoli bo'lgan muannas ismlarni kichiklasangiz, muannasning ta'siri bilan tamomlang. Biz bir ismni tasg'ir qildik. Tasg'ir qilgan vaqtimizda bu ism muannas ekan. Muannasning alomatidan xoli ekan, üç harflik ekan, unda buni tasg'ir qilganda biz buningga muannasning ta'siri bilan tamomlaymiz. Masalan, sinnun degan so'z. Sinnun degan buni muannas so'z hisoblanadi. Chunki tasg'irisi sunaynatun deb chiqadi. Bu muannas. Endi chunki zimir qaysi yer degan zimir qayta ishorat qilinsa, hozir bilan ishorat qilinadi. Ammo bu muannasning ta'siridan arin, muannasning ta'siridan xoli. Sulasi üç harflik bo'lg'achqa tasg'irlanganda sunaynatun deb muannasning ta'siri bilan tamomlaymiz tasg'ir qilgan vaqtida. Mushundaq qiling, muannasning ta'siri bilan tamomlang. Ma'lam yakun bitta yuraza labsin. U ism ta bilan elishib qilish egisi bo'lib turalmasa, ammo tasg'ir qilsak bo'ladi. Akib qo'ydik, uning tan akib qo'yish bilan lam nima bo'lib qolmasin? Elaqi bunda iltibos muzakkar muannasi elishib qoladi. Ba'zi so'zlarda ta bo'lmasa muzakkar muannasi elishib qolsa, ba'zi so'zlarda ta bo'lsa muzakkar muannasi elishib qoladi. Masalan, shajarun o'xshash. Shajarun desak, baqarun desak, xamsun desak, shajaratun tasg'ir qilganda shujayrun deb tasg'ir qilamiz. Buqayrun, xumaysun deb tasg'ir qilamiz. To'g'ri, shajarun üç harflik muannasning ta'siri yo'q. Ta'sirining xoli. Baqarun muannas bu. Endi mushu muannasning alomatidan xoli bo'lib, buningga tasg'ir qilingan vaqtda ta'ni qo'shitmiz. Nima ta'ni qo'shsak, bu chaqda katbun, kutaybun, sinnun, sunayun degan bo'ladi. Ammo elishib qilish bo'lsa, shajarunni tasg'ir qilib, shujayratun qilsak, unda shajaratunning tasg'irisi chaqva degan gap qoladi. Baqaratunni buqayrun qilib ta'lan oxirlashsak, buqayratun qilsak, baqaratunning tasg'irisi chaqva deb qolamiz. Xamsunni tasg'ir qilganda xumaysun qilmay, xumaysatun deb ma'nosini ta'sir bilan tamomlasak, xamsatunning tasg'irisi chaqva degan bir iltibos, elishib qilish paydo bo'lib qoladi. Uni ta'sini qo'shsak, elishib qilish paydo bo'ladi. Shuning bilan muannasningki mufradining tasg'irisi chaqva deb qiladi. Yani shajaratun bir tip daraxt, shajarun daraxtlar, baqaratun bir kala, baqarun kalalar deganga o'xshaydi. Endi xamsatunni, xamsunni tasg'ir qilsak, buning ma'dudi muzakkar ekan deb tushunamiz. Xamsatunni din ma'dudi sanalg'uchisi muzakkar ekan deb tushunamiz. Shu bunda holatlarda ta bilan tamomlamang demakchi. Wa shadd tarku dun labsin wa nadar lihaqu ta pima sulasiyan kasar. Elishib qilish hosil bo'lmayotgan holatda, elishib qolmayotgan yerdimi bu muannasning ta'sirini tark etish shoz bo'ldi. Asli elishib qolmayotgan joyda muannasning ta'sirini tamomlang dedi. Mushunda holatdami muannasning ta'sirini kaltumi tasg'ir qilib qo'yish shoz bo'ldi. Masalan, na'lun mushu harbun degan ismni tasg'ir qilsak, asli huraybun deb tasg'ir qilinadi. Harbun degan muannas. Muannasning harbun degan urush degan moto muannasning ta'sidan xoli üç harfli ism bo'lgandan keyin bayam degan kulli qoida bo'yicha bo'lganda tasg'irisi huraybatun deb tasg'ir qilinishi kerakdi. Lekin tasg'irisi huraybun deb chiqdi. Bu shoz ahvol, oz uchraydigan ahvol deydi. Va nadara lihaquta fima sulasiyan kasar. Va u 3 harfdan ziyoda bo'lganlarida ta'ning qo'shilishi oz bo'ldi. Asli 3 harfdan ziyoda bo'lgan 4 harflarda ta qo'shilib kelmaslik kerakdi. Ta'ning qo'shilib qilishi oz uchraydigan ahvol deymiz. Masalan, amamun degan amam degan so'zni amama degan oldi degan so'zni tasg'ir qilsak, umaymun deb tasg'ir qilinishi kerakdi. Lekin tasg'irsa umaymatun deb tasg'ir qilindi. Quddam qudaymatun deb tasg'ir qilindi. Bunda kamet gayrı ta'ning qilishi shoz ahvol, oz uchraydigan ahvol demakchi. Wa sagharu shuzuzan allati wa za ma'al furu' minha tawati. Biz bayan dedik, ismning tasg'ir qilinishi mu'rab ismlarda emas, mabni ismlarda emas degandik. Ular
şaz halette, az halette tasgir kıldı. Ellezi elletilane ve zane ismi elleti ellezi okşay ismi mevsullane ve zâg okşay ismi işaretlerini tasgir kıldı. Onun tarmakları bilen kuşap. Ellezinin tarmakı ellezane elletane. Ellezine Allahi Allati degan o'xshash, tati o'xshash bunda so'zlarni zaning tarmoqi ti zihi degan o'xshashlarni tasg'ir qildi. Bu shaz ahvol tasg'ir qilinib kelgan bo'lsa kipti deymiz, lekin o'zimiz qo'pab buni ayda qitdi deb tasg'ir qilinmaganini tasg'ir qilib o'ltirmaymiz. Shaz degan yuhbaz va yuqas bo'g'achqa. Mana bu bizning bugungi darsimizning shu tasg'ir haqidagi ismlarni kichikilitish haqidagi dersimiz shunga bilan oxirlashdi. Keyingi dersimiz nisbat haqida bo'ladi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.